Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun video qo'ygandik. Boya abetda mana o'sha Navoiy viloyatiga bugun bittasini olib ketdi. Nima deysiz aka? Tushunmadim. Ha, 3 tonna chiqadi. Mana Navoiy viloyatiga bugun bittasini olib ketdi. Boya abetda video olgandik, YouTube'ga qo'ygandik. O'sha mana klient keldi-da. Sirazi dogovor qilib olib ketdi. Hammalaring kelinglar. Bu narxni hech kim bermaydi. Narxi $10,000 bo'ldi. Aksiyaga tushdi bu. $8,000 pullaringiz bo'lsa, где-то 100 million, qolganini 20 millionni bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Где-то 70 million bo'lsa ham bo'ladi. Pullaringiz boshiga. Qolganini 1 oy 2 oyda bo'lib berasiz, mayli. 1 sim foiz yo'q. O'zini pulini bo'lib berasiz bo'ldi. Mana 0,8 kubak kovushasi 1 tonna yuk oladi.